Assalomu alaykum hurmatli dasturchilar. Bugun sizlar bilan Kotlin dasturlash tilida ba'zi bir masalalarni yechishga oid biz shu kungacha 7 xil ko'rinishdagi ko'p so'raladigan masalalarni yechganmiz. Ulardan yana bittasi bor. Bu kiritilgan sonni teskari tartibda chiqaruvchi dastur. Buning uchun bizga Kotlin fayli kerak bo'ladi. Buni nomini 8-dars teskari ko'rinish deb ochamiz. Teskari tartib deymiz. Asosiy funksiyamizni yozamiz. Misol uchun klaviaturadan 123 sonini kiritsak, u teskari tartibda 321 bo'lib chiqadi. Va hokazo klaviaturadan kiritilgan har qanday sonni teskari tartibda chiqaruvchi dastur tuzamiz. Buning uchun bizga bitta n soni kerak bo'ladi. Print n soni teng, uni klaviaturadan kiritamiz. Bizga yana bitta o'zgaruvchi kerak bo'ladi. Var teskari raqam deb ochamiz. Raqam deb nomlaymiz. Bu o'zgaruvchimizning nomini boshlang'ich qiymatini 0 deymiz. While sikl operatoridan foydalanamiz. Klaviaturadan kiritilgan n soni teng bo'lmaguncha 0 ga sikl ishlashda davom etsin deymiz va while'ni sikl tanasini ochamiz. Buning uchun bizga yana bitta o'zgaruvchi kerak bo'ladi. Misol uchun raqam deb nomlaymiz. Bu raqamga klaviaturadan kiritilgan n sonini qoldiqli bo'lsin 10 ga, ya'ni 10 ga qoldiqli bo'lib raqam degan o'zgaruvchiga o'zlashtirish uchun xizmat qilsin. Va klaviatura teskari raqam deb nomlagan o'zgaruvchimizga teng bo'lsin teskari raqam ko'paytirilgan 10, ya'ni o'sha 10 sonini unga ko'paytirib qo'shsin raqamni. Va n kiritilgan n sonini 10 ga qoldiqli bo'lib dastur ishlashda davom etaversin deymiz. Va biz oxirida bu sikl tanasi qayta ishlayveradi, ya'ni n teng emas 0 bo'lguncha ishlaydi. Undan so'ng sikl tanasidan chiqadi hamda cout n sonining teskari tartibi deb raqam degan o'zgaruvchini teskari raqam degan o'zgaruvchini chaqirib qo'yamiz. Ya'ni bizga bu teskari raqam ekanligini ko'rsatib beradi. Dasturni ishga tushiramiz. Ctrl Shift F10 tugmalarini bir vaqtning o'zida bosish natijasida dasturni ishga tushirdik. Va klaviaturadan bizda son kiritishimizni so'raydi. Misol uchun 123 sonini kiritamiz. 0 soni bo'lib qoldi. Bu yerda bitta n soni while sikl operatorining oxirgi natijasini oldi. O'shani hisobiga bu n soni bo'lib qoldi. Ya'ni 0 sonining teskari tartibda 321 deb chiqadi. Biz shu yerda bitta o'zgaruvchi olamiz. Boshlang'ich qiymatini t deymiz va t ni boshlang'ich qiymatini n ga o'zlashtirib qo'yamiz va t ni shu yerga chaqirib qo'yamiz. Endi esa dasturni yana qayta ishga tushiramiz va u bizga boshiga qiymat olib beradi. Bu qiymat dastur davomida o'zgarmayapti, o'shaning uchun val degan o'zgaruvchi kiritib qo'ysak bo'ladi. 123 sonini kiritsak, 123 sonining teskari tartibda ko'rinishi deylik. Mana 123 sonining teskari tartibda ko'rinishi 321 soni bo'ladi. Dastur qanaqa ishlayapti? Dastur 123 sonini kiritdik biz klaviaturadan, u 0 ga teng emas. While operatorining sikl tanasi ishga tushadi.
raqam degan bitta o'zgaruvchi oldik, unga 123 sonini unga qoldiqli bo'ldik. Ya'ni 3 sonini oldi. Teskari raqam degan boshlang'ich qiymati 0 bo'lgan, 0 ni 10 ga ko'paytirsa baribir 0 chiqadi. Bundan faqatgina raqam degan o'zgaruvchini teskari raqamga qo'shadi. Bu 3 bo'ladi. Endi 123 ni 10 ga butun qismini bo'lib oladi. Bu 12 chiqadi. 12 teng emas 0 ga. Dastur ishlashda davom etadi. Raqam degan o'zgaruvchimizga 12 ni 10 ga qoldiqli bo'ladi. Bu 2 chiqadi. Hamda mana bu yerda 3 degan son chiqqanida 3 ni 30 ga ko'paytiradi. 30 chiqadi. 30 ga 2 ni qo'shadi. 32 chiqadi. Bu yerda esa boshlang'ich n sonimiz 12 edi. 12 ni 10 ga bo'ladi. Bu 1 chiqadi. 1 teng emas 0 ga dastur ishlashda davom etadi. 1 ni 10 ga qoldiqli bo'ladi. Bu 1 chiqadi. 32 ni 10 ga ko'paytiradi. 320. 320 ga 1 ni qo'shadi. 321. 1 ni 10 ga bo'ladi. Butun qismi 0 chiqadi. 0 teng emas 0 ga dastur ishlashdan va sikl operatori sikl tanasi ishlashdan to'xtaydi va bizga T sonining, ya'ni klaviaturadan kiritgan sonimizning teskari tartibda ko'rinishi 321 deb chiqadi. Buni quyidagi ko'rinishda ham, quyidagi tartibda ko'rinishni ham ko'rib chiqamiz. Buning uchun mana bu yerga 6-qatorga oldindan son kiritamiz hamda qaysi qatordan boshlanishini qizil tugmachani bosamiz. Mishkani chap tugmasini bossak shu yerga qizil tugma chiqadi va debug degan joyni run qilamiz. Va bu dasturni o'zi bizga qanaqa tartibda ishlayotganini ko'rsatib beradi. Boshlang'ich qiymatda 123 sonini oldi. 123 mana teng emas 0 ga. 123 ni 10 ga qoldiqli bo'ladi. Bu raqam 3 ni o'zlashtiradi. Teskari raqam 3 bo'ladi. 0 ni 3 ga ko'paytiradi. 0 teskari raqamga 3 ni qo'shadi. 3 bo'ladi. 123 ni 10 ga butun qismini bo'ladi. Bu 12 chiqadi. 12 shartni qanoatlantiradi. While sikl tanasi ishlashda davom etadi. 12 ni 10 ga qoldiqli bo'ladi. Bu 2 chiqadi. Raqam 2 ga o'zlashtiradi. Raqam boshlang'ich holatda 3 edi. Keyingi holatda uni 10 ga ko'paytirdi. 30 bo'ldi va raqamni qo'shdi. 32 bo'ldi. Undan so'ng 12 soni yana 10 ga butun qismi bo'linadi. Buni butun qismi 1 ga teng. 1 teng emas 0 ga dastur ishlashda davom etadi. While sikl tanasi 10 ni qoldiqli 1 ni 10 ga qoldiqli bo'ladi. Bu 1 bo'ladi. 32 sonini 10 ga ko'paytirib 1 sonini qo'shadi. Ya'ni bu 321 bo'ladi. 1 ni 10 ga bo'lib butun qismini oladi. Bu 0. 0 teng emas 0. Bu uje while sikl shart operatorni shartini qanoatlantirmaydi. Bu false qiymat bo'ladi va dastur while qismidan chiqib ketib oxiridagi keyingi qismiga o'tadi. Keyingi qismida bizda print degan yozuv bor va u dastur n sonining n 123 sonining teskari tartibdagi ko'rinishi 321 deb chiqadi va dastur ishlashdan to'xtaydi. Shunaqa qilib ham har bitta sonni kiritib qanaqa jarayon bo'layotganini ko'rishinglar, tushunishinglar mumkin. Shu bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi.